ko'targan bo'ladi. Bir qishloq hammasi kredit olgan. Kerak emas edi kredit. Ona olibdi, uy sotdi. Mana olibdi, to'y qildi. Men ham oldi. Kerak emas edi o'zi u kredit. Olib oldi, yopolmayapti. Qishloqda falonchi dedi, kredit yopdi dedi. Yugurib borishadi. Qanaqa qilib yopding desa, yana bitta kredit olib yopib qo'ydim dedi. O'sha uyini sotib ko'chada qolgandan keyin aytadi, menga kerak emidi shu kredit deydi. Kishi o'zini hayotiga rozi bo'lsa, hayoti zo'r bo'laveradi. Musibat nimada? Rozi bo'lmaydi-da. Kattaroq mashina menay deydi. Yana ham chiroyliroq uy solay deydi. Yana ham kattaroq restoranda to'y qilaydi. O'zi o'tayotdi kuni. Qarang-da. Uyi bor edi. Tomiq ishi bo'lsa ham, addelkasi xunigi bo'lsa ham otasidan qolgan uyda yashayotdi tinch. Mana endi katta aytiraman dedi. Ko'ring ko'chada qolgan. Abdurahmon ibn Avf tijorat bilan shug'ullandi. Ozgina vaqtdan keyin qo'lida pul to'plandi, uylandi. Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga o'tib qolganlarida Rasulullohga Abdurahmondan bir atirni isi keldi. Ya'ni kuyov bolalar sepolgan atir ekan deydi. Ibn Avf uylandingizmi? Ha, uylandim. Avlim valau bishali. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib bering. Xotinga mahrga nima berdingiz deb so'raganida Rasululloh Ibn Avf danakcha keladigan oltin dedilar. Rasulullohni to'yiga aytmadi Abdurahmon ibn Avf. Meni aytmabdi to'yiga deydi. Domlasi bo'lib turib meni aytmabdi deydi. Endi domlasi desa yoki ustasi bo'lib turib meni aytmabdi deydi. Hech narsa bo'lmas ekan. Xullas payg'ambarimiz Abdurahmon ibn Avf to'yiga aytmagan ekan, Rasululloh o'pkalamagan ekanlar, qo'y so'yib e'lon qilib qo'ying, valima qilib qo'ying deyaptilar. Demak, to'yni minimallisi shu. Jonliq so'yiladi shukronasiga, mehmon chaqiriladi, uylanganligi e'lon qilib qo'yiladi. U holda qo'y so'yib to'y qiling dedilar Rasululloh. Ortidan Alloh molingizga baraka ato etsin deb duo qildilar. Ibn Avf aytadi, shu duodan so'ng mol-u dunyo ortimdan ergashib yuradigan bo'ldi. Har bir toshni tagini ko'tarsam, albatta yo oltin, yo kumush topar edim. Bandani bergani hech qachon Allohni bergani kabi bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, bandaga ehtiyojing bo'lsin, bandani quliga aylanasan. Undan behojat bo'l, shu bandani tengiga aylanasan. Agar shu bandaga ihson qilsang, uning xo'jayini, amiriga aylanasan. Shunda ham rizqingni yeysan, uchala holatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar, Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan. Parvardigor kim meni yaxshi ko'rsa, uning rizqini kifoyali qilgin. Meni yaxshi ko'rgan ummatimni rizqini kifoyali qilgin degan ekanlar. Kifoyalik nima? Bir narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashlik. Hayotidan qanoatli bo'lib yashashlik. Boy qilib qo'ygin demayapti. Chunki dunyo qancha katta bo'lsa, tashvishi ham shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun musulmon odamni hayotini eng mustavosini komili kifoyalik. Endi haddan oshib boradigan boylik emas, tushkunlikka tushirib yuboradigan nima emas, faqirlik emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin u zotning zavjai mutahharalarning xizmatida turdi Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu. Bu ummahatul mu'mininlarni barcha hojatlarini sidqidildan bajarar edi. Safarga borsa, billa borardi, sarf-xarajatini qilardi. Hajga chiqsa, onalarimiz ummahatul mu'mininlar kuzatib chiqaradi. Ularga havdajlarni qurib berar edi. Ularni doim xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari Omina binti Vahb qabilasiga Abdurahmon ibn Avf ana shu qabiladagi faqir musulmonlar